Behruzjon Karimov to'pni egallab oldi. Yonida Aziz G'aniyev. Berdi Azizga to'pni. Aziz markazga, Eldor Shomurodov narigi tarafga ham bor. Sheriklari Eldor yo'nalishni o'zgartirdi. Shu demak to'g'ri qildi hozir menimcha. Uzoqdan lekin oxirgi payt uning zarbalari aniq bo'lmayapti. Eldor to'pni qochirib yuborgandi ozgina. Hakam yaqindan ko'rgan ekan. mana bugun O'yin o'rtalarida instinktual pasi. Lekin taslim bo'lmaymiz, kurashda davom etamiz. 44-daqiqa, ozgina qoldi tanaffusga. To'pni egallab turish bo'yicha ko'rsatkich. Behruzjon Mendesh bilan kurash albatta oson emas, lekin hozir mana to'pga egalik qildi. darvoqe Behruz birinchi o'yindan keyin jarohat olgan. O'yindan bir kun oldin to'liq guruhga qo'shildi. O'zi u qaytib olish bo'yicha mutaxassis ekan-ku. Aprelda butunlay bir yilga ketishi mumkin bo'lgan jarohatdan qaytib keldi. Va kelib tarixiy birinchi uchrashuvda u asosiy tarkibda o'ynadi. Hamma videoga bosib chiqaman. O'zim bosib chiqaman. Mashalik ulgurmay qoldi. Ham tajribasi bilan yordam bergan bo'lardi. Sherzod Yana to'p yo'qotdik. yaxshi. G'aniyev lekin yaxshi bugun. Belgisi kelmadi. Hamma videoga like bosib. Santoq tepib yubordi to'pni. Hech qanday to'p. O'tmadi. Yomon bo'ldi. Azod bo'ling. Sherzod Nasrullayev, Instagram Odilxon Murodbekov, G'aniyev, Shomurodov. Zo'r o'ynadi Shomurodov hozir vaziyatda. Mana shu yerda Shoshib qolyapmiz-da. Chap tomonda Abbos ochilayotgan edi. Hozircha Abbos uncha ko'rinmayotgandek. Hasan G'aniyev hattoki chap tomoniga o'tib turib pressingda ham qatnashdi. 6 daqiqa qo'shib berildi. Birinchi taymning asosiy vaqtiga va bu biz uchun bitta shturmga imkoniyat. Emas bo'lmishda balki oldin Portugaliyani kutib olamiz. Men 12 ko'p odam yuribdi. Neves, Cristiano, Mendes,